Biz xalqimizning o'z milliy brendlari haqida qanchalik ma'lumotga ega ekanliklarini bilish maqsadida so'rovnoma o'tkazdik. Keling, odamlar fikrini bilamiz. Bizdagi anaqacha odamlarcha o'sha yerda zo'rda qattiq deydi. O'zbekiston esa chunki Xitoy narxi bilan bir xil. lekin zo'r. Kачествосiga gap yo'q. O'zbek brendlari bilan ishlab ko'rganmisiz? O'zbek brendlari bilan ha. Yana? Boshqasini bilmayman. To'g'risi biz просто детskiyga aloqamiz bo'lgani uchun shuni bilamiz. O'zbekiston brendlari haqida ma'lumot berganmisiz? Brendlarim bor, O'zbekiston brendlarim bor. Ya'ni O'zbekiston korxonalari bilan hali ham ishlaysiz, Mana to'g'rimi? bular hammasi. Mana bular brend, O'zbekiston brendi. O'zimizda ishlab chiqariladi. Missio moli. Bu O'zbekiston moli. Bu ham O'zbekiston moli. Muslimus bular. Yaxshi brendlarimiz zo'r. Turkiyadan qolishmaydi, juda ham yaxshi, kачествоsi zo'r. Qanchalik sotilish darajasi bu yoqda? Ya'ni turistskiy mahsulotga nisbatan O'zbekiston mahsulotlari qanchalik darajada yaxshi sotiladi? Turistskiyda masalan ikkita sotsangiz, O'zbekistonnikida 6-7 ta sotasiz. Chunki bularning narx-navosi yaxshi bizada. Turkiyada dollarda savdo bo'lsa, bizada shunaqa O'zbekistonda o'zimizda ishlab chiqarishi qolishmaydi, zo'r. Kачествоsi ham yaxshi. Melikah bor, juda ham yaxshi kiyimni ishlab chiqaradilar. Ayollarga, keyin kichkina подростковый qizlarga. Kачествоsi zo'r, lekin bu yoqqa ham kelgan. O'zimizdan O'zbekistonda ishlab chiqaradi. Shimlari ham misolcha qish shimlari hech narsa bo'lmagan. Kачествоsi zo'rda, misolcha cho'zilib yoki katushka bo'lib bunaqa narsalar bo'lmagan, yaxshi ekan. Ya'ni o'zimizdan O'zbekistonda narxlari ham to'g'ri, sifatlari ham zo'r. Kim ya'ni boshqa Turkiyaning mahsuloti bilan solishtirganingizda ham yaxshi. Yaxshi. Agar misolcha aytmasangiz hech kim bilmaydi-da, agar mana shu Turkiyanikimi yoki boshqanikimi, kачествоsi ham, bichilishi ham, tikilishi ham juda ham chiroyli. Vespin. O'zimizdan O'zbekistonda brendi. Qanchalik sizga to'g'ri kelgan, qanchalik u bilan qanchadan beri ishlab kelasiz u brend bilan? 5 yil bo'lsa kerak. 4 yil yo 5 yil. Faqat uni mahsulotini sotasiz, to'g'rimi? Hozir ham chetda bor. Nima? Bor. Qaysi brend? Qaysilari? Qaysi ko'rsatma? Hech qanaqa choki yo'q. Turkiyada dars ip osilib qoladi, bularda yo'q. Hozircha tekst bilan ishlaganmiz, keyin Nefis bilan ishlaganmiz. Nefis bilan. Qanchalik sizni magazinga bu bozorga to'g'ri keldi ular mahsulotlar? Qanchalik yaxshi ketyapti sifat darajasida, narx darajasida? Sifat darajasida zo'r, lekin sotish narx darajasida yaxshi emas. Chunki o'sha odamlar o'rgan bo'lgan-ku. Qattiq yaxshi, turetskiy Xitoyga yaxshi. O'zimiznikini ko'rgani o'zimiznikini deydi. Narxi baland, lekin to'g'ri kelmaydi. O'zimiznikini ekan deb ketadi. Masalan, ayollarning kiyimi sotadi. O'zbekiston fabrikalardan olib kirmaysiz, O'zbekistondan. Qayerdan olib kirasiz asosan? Biz turistskiy sotamiz. Turistskiy sotasizlar. O'zbekiston bilan hech harakat qilib ko'rganmisiz? Korxonalar sizga taklif bilan chiqishgan masalan. Bizda shunaqa mahsulot bor. Lekin Demaritda bilan ana bu idealni eshitganman. O'zim kiyganman. Zo'r, haqiqatan zo'r. Ya'ni Ham oyoq kiyimlarga itori bor. Itori bor, to'g'ri. Oyoq kiyimlarga. Siz buni boshqalarga tavsiya qila olasiz, o'zingiz kiyib ko'rgansiz. Sizga sifatlari yoqqan, to'g'rimi? Haqiqatan tavsiya qilaman, lekin haqiqatan zo'r bor ikkalasi ham. Itori ham u anavi ham ikko bor yana ekan, ikko chiqyapti oyoq kiyimlar. Asosiy mollarni hozir qaysi naqadan olasiz? Masalan, bozoringizga mollaringizni qayerdan olib kirasiz? Biz Xitoydan zakaz qilamiz. Xitoydan. Masalan, o'z ichki bozordan olib kiradiganlar kammi? Kam, Ichki bozordan kiradiganlar. kam. Xitoy, Turkiya, Xitoy. Bizda ko'proq. Xitoydan, Guangzhoudan. Guangzhoudan. Hech o'zi taklif berishgan korxonalar o'zlari kelib yoki Berishgan, lekin nimaga nimasi to'g'ri kelmagan? hamma narsasi to'g'ri keladi, lekin o'zimizning molimiz sig'maydi-da do'konimizga. Menimcha xalq qilayotgan narsacha reklama bo'lsa kerak. Reklama bo'ladi. Internetlarda reklama bo'lsa kerak. Chunki Instagram, Telegram har xil mollarni olib kelishadi, har xil mollarni misol uchun reklama qilishadi. Agar bilsangiz, biz o'zimiz hammaga Xitoyga zakaz qilamiz desa, bitta mana misol uchun mana shu ko'rinadi, qo'ying turistskiy Xitoyga bo'lsa, 4 xil narx bor. Misol uchun $23, $18, $36, $44. Lekin bitta narsa. Bitta narsa bo'ladi. Ularni endi faqat nimasida-da? Materialida, kачествосida. Shunga o'xshab reklamada hozir katta gap bo'ladi. Qanaqa o'zimizda yaxshi qabul qilinadi, O'zbekiston ishlab chiqariladi? Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Hozir ko'plar aytishyapti-da, O'zbekistonning mahsuloti bo'lsa, ya'ni
yo'q unaqa emas. Endi hammani har xil fikri bor, o'ziga yarasha. Kerak emas bo'lsa ham o'zini fikri bor, lekin meni fikrim, men o'zim sotaman. Misol uchun 16 yillik tajribaga ega bo'lgan holda aytaman. O'zbekistonni juda ham yaxshi, kачествоsi ham yaxshi, sotilishi ham yaxshi, narx-navoda ham ideal. Mahsulotlaringiz qayerdan chiqarasiz asosan? Shu ishlab chiqaradigan sexlardan olamiz. O'zbekistondan olganmisiz? O'zbekistonda sexlardan olib kelib sotasiz, to'g'rimi? Lekin o'zlarini brendlarini nima qilishmaydi, yuritishmaydi ular. O'zi Namanganda tikuvchilarni zo'ri-yu hammasi. Hammasi o'sha joyda. Ha, o'sha yerda-da ular. Hammasi chiroyli qilib chiqaradiganlar o'sha Namanganliklar-da. Namanganniki zo'r lekin. Молодец, zo'r.